Eng kamida 2000 pullar bo'lsa, telefon qilsanglar, akalar variant kam chiqar. 5500 ga berilmadi. Qancha qilishdi? Qancha qilishdi? 54 berishdi. 5400 ga berilmadi. Bermaganingizga berasizmi yo qo'shsami? Qancha qilishdi sir bo'lmasa? 6600 ga berilmadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomizda Andijon mashina bozoridan Cobalt avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz akalar 2024-yil 27 ming yurgan ekan. 4-paysi avtomatik korobka. Xullas, Cobalt'da yangisini, zo'rini, cho'tkisini bilaman akalarimiz. Sizlar uchun motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, filtrlar, gazlargacha akalar qo'yib qo'yilgan ekan. Motorimizni o'zingizlar eshityapsizlar. Soatda ishlab turibdi. ABS, konditsioner, xullas hammasi akalar bor. Balonlari, to'rtta xullas balonlar yangi holatda. Endi akalar yangi mashinani obzor qilish hojati yo'q. Endi bir qator buni ko'rsatib o'tib ketamiz. Linoni yo'q, evakor ko'ringlar. Chixollar xullas tabloda ham mana 27 ming turibdi akalar. 4-paysi avtomatik korobkada. Orqonalar tandirovka. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Mashinamizni mana orqadan bir qator videosi akalar. Videoga maksimal like bosamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib qo'yamiz. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Zo'r, umuman muammosi yo'q, Riktovkasi ham. Kraskasi ham toza, akalar, даже riktovkasi ham yo'q deyishyapti. Narxini qancha deyapsiz? 12,5 ming beraman. 12,5 ming kami bor. Savdosi bo'ldimi, bozor so'radimi aka? So'rashyapti. Qancha qildi sir bo'lmasa? 800. 11700, patolog 11800 bo'libdi akalar, berilmabdi. Variant barter bank. Faqat narxi. Variant kelishamiz aka. Variantga chiqaradi. Variantga aka kami qancha pullar bo'lsa telefon qilsan aka? Qo'llarida. 6000-7000. Eng kamida 6000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar, xullas variantga ham chiqarar ekan. Telefon nomeringiz aka? 91lik 477 1140 raqamlarga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Cobalt akalar, mashinamiz 2013-yil 500 ming yurgan ekan. Xullas 2-paysi mexanika. Mashinamiz mana holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, filtrlar, gazlari, xullas akalar, ABS, konditsioner ko'ryapsizlar, akalar hammasi bor ekan. Balonlarga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Xullas balonlarimiz yangi ekan, yangi balonlargacha taqib qo'yilgan ekan akalar. Salon qismiga kelsak, linoni yo'q, ko'rik yo'q, chixollargacha taqilgan. Mana salon holatlari 560 1000 yurgan ekan. Bagaj sekin bosib ochib olamiz. Orqadan qandarlikka, mana bu yoqdan ham bir qator akalar salonlar ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan. Bagajimiz akalar choklari, mana ko'ryapsizlar, qozonlari, xullas o'zingizlar ham sen ko'rib olishlar mumkin. Zapaska balonlargacha bor ekan. Bagajimiz akalar bu yoqdan chok holatlari. Qalampir stupragacha taqilgan, mashinaning orqadan videosi. Aka, motor hadoylari yaxshi. Beraman degan qani? Rasvot yo'q, beraman degan akami. Hadoy deyishchi? Telefon nomeri yo'q, beravering. Hadoyda ham ish yo'q, olib turib minishadi. 4 ta yangi balongacha taqilgan. Qayerda mashinasi ekan? Asakani mashinasi. Kraska bilan qanaqa deyapsiz aka? Akalar bor, mana shu 6200 oldi tomoni. Narxi 6200 kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Alloh endi xudo xolasa. Kraskalarni qanaqa deyapsizlar? Kraskalari bor. Oldi arqa pechatmi? Oldi arqa akalar pechat ekan. Aka, bozor ham so'radimi? Bermaganlar ham bo'ldimi? 5500 ga berilmadi. Variant barter bank yo'llarichi? Faqat narxga, faqat akalar narxga sotilar ekan. Telefon nomeringiz 93lik 782 23 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Mashinamiz 2013-yil 561 ming yurgan, 2-paysi mexanika. Xullas oldi orqalari pechat 6200 ming kam bor deyshadi, 5,5 mingga berilmabdi. Ustiga qo'shsanglar nasib qilsa barakasi ham bo'lib ketar ekan mashinaning holati. Navbatdagi avtomobilimiz akalar Darkman Blue Svetdagi Cobalt. Mashinamiz 23 ga 24 deyishyapti. 13,5 ming yurgan ekan. 2-paysi mexanika.
avtomobilimiz xullas motor qismiga kelsak mana motor holatlari. Endi akalar yangi Cobalt ekan, 13,5 ming yurgan bor yo'g'i. Gaz qo'yilmagan mashina, benzinda, ABS, konditsioner akalar, ABS yo'q ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta. Xullas yangi balon, darkman yo'q, ranglari, linoleum yo'q, ko'rilari, chexollari, xullas akalar salon holatlari mana ko'rishlar mumkin. 13,5 ming kilometr yurgan. Orqa oynalar tonirovka qilib qo'yilgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan ko'rinishi. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib o'ramiz akalar. Mashinamiz orqadan bir qator videosi. Xullas bu yoqdan ham bir qator akalar ko'rsatib qo'yamiz. Mashinamiz holati aka kraskalari yaxshi, xudo xolasa. Kraskasi akalar toza, 13,5 ming yurgan, 23-24. Qayerda mashinasi ekan? Shaharda. Shaharda mashinasi. Narxini qancha dedik aka? 10,600 dan beramiz. 10,600 kami bor. Savdosi bo'ldimi aka? Bozor so'radim. Yo'q, endi chiqdi aka. Endi variant barter bank yo'llarichi? Barter bor aka. Barter degan mashlarga ham Mashinalarga barter bor. variantga chiqmaydimi? Yo'q, variantga. Variantga akalar chiqmas ekan. Telefon nomeringiz aka? 91lik 91lik 600 600 60 65. 60-65 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Aka rahmat. Mashinamizni ko'ryapsizlar, akalar 23-24. 13,5 ming yurgan, kraskalari ham toza ekan. Xullas, narxni eshitdilar, 10,600 10,500 kam bor deyishyapti. Telefon qilib o'zingizlar gaplashib, kelishib, xullas oladigan joy ekan mashinamiz akalar. Nomerlarni ko'ryapsizlar. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Cobalt. Mashinamiz 2014-yil 170 ming yurgan, birinchi pozitsiya, xullas mexanikada. Mashinamizning holatini ko'ryapsizlar akalar. Motor qismiga kelsak, motor holatlari, adramlik choklari, usulitillar, xullas akalar gazlari bor, ABS konditsioner yo'q ekan. Motor holatini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta, balonimiz yaxshi holatda. Salon linoleum, kovrik, chexol, salon holatlari akalar birinchi pozitsiyada. Xullas iloji boricha qo'ldan kelgancha imkon boricha unaganlardan, xo'p deganlardan akalar o'zi olyapmiz. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqda salondan ko'rinishi. Havo akalar xudo xolasa atrofda birdaniga yaxshi bo'lib qoldi, bulutli bo'lib. Avtomobilimizni orqadan bir qator videosi. Hozir qolgan ma'lumotni egallab olamiz. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Zo'r, Rasxod yo'q-a? Tushilmagan motor. Motorga kulish tegmagan. Hadoyda ishchi? Yo'q. Hadoyda ham ishi. Olib turib faqat minishadi, rasxod qilgan joyi yo'q. Akalar faqat olib turib minasizlar, rasxod qilgan joyi yo'q ekan. Akalarimizni o'zlarining nomida ekan, bir qo'l minilgan mashina. Dehqondan-a? Dehqondan. Krasakaltilarichi? Ikkita joyda petnosi bor. Ikkita joyda petnosi bor ekan, xolos. Narxini qancha deyapsiz aka? 7400. 7400 kami bor-a? Endi o'tib beramiz. Ozmoz kami bor ekan. Savdosi bo'ldimi, bozor so'radimi? Qancha qilish sir bo'lmasa? 6600 ga berilmadi. Variant barter bank. Kelishamiz. Variantga chiqaram. Uzoqqa bo'lsa bir oy bo'lsa, nasiyasi bo'lsa beramiz. Bir oy, 1,5 oyga xullas pullar yetmay qolsa, akalar gapirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Telefon nomeringiz aka? 99lik 809 2174 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Cobalt. Mashinamiz 2021-yil 151 ming, 52 ming kilometr yurgan ekan, 152 ming kilometr yurgan ekan, ikkinchi pozitsiyada mexanikada. Akalar, mashinani mana holatini ko'rib turibsizlar. Motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, ular usulitillar, xullas gazlari, ABS, konditsioner, akalar xullas hammasi bor. Bor aka, bo'pti. Balonlari, ikisi balonlari bitta. Yangi balon taqilgan. Salondan ko'rinishi. Qancha bo'pti akalar? Qancha bo'pti? 10800. Mana bu birimiz, xullas akalar 10800 dollarga sotilibdi. Yilini bilaman, so'ramabman-da, yilini aytchiydi. Aka, yilini aytchiydi yili. Yili 2012. 12. 10800 12 ekan, 10800 ga bo'pti.
İyi mana akalar. Mashinani orqadan ko'rish. Aka motor hadoylari yaxshimi? Zo'r hamma yo'q. Zo'r a? Rasxod yo'q. Rasxoti yo'q. Aka uzr. Umuman rasxoti akalar yo'q ekan. Kraskasi qanaqa endi buni? Birikta shilingan joylar bor. Mana bu. Ular kaltagi yo'q a? Qilinmagan yo'q. Kaltagi yo'q. Akalar kosmetika joylari bor ekan. Narxini qancha dedik buni? 10 ming deyapti. 10 ming kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? 9 mingga so'rashyapti. 9 mingga berilmayapti. Ustiga yursa barakasi bo'ladi. Yoki bermaganingizga beraverasiz. Ustiga yurish kerak. Variant barter bank yo'llari bormi aka? Faqat naqqa. Faqat akalar naqqa ekan. Telefon nomeringiz 94 94lik 853 853 853 90 70. 9070 raqamlarga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Cobalt mashinamiz 2024-yil 21 ming yurgan ekan, bor yo'g'i. Xullas mashina yangi mashina ekan akalar, 4-pozitsiya, avtomat korobka, xullas 4 avtomat Cobalt qidirib yurgan akalarimizga videoda tashab qo'yamiz. Shariya deydimi, mariya deydimi, shunaqa qilib qo'yamiz akalar. Motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, avtomobil choklari, utilitlar, gazlari yo'q, ABS konditsioneri bor, motor ishlashini eshitib turibsizlar, o'zingizlar ham soatdek, cho'tki ishlab turibdi akalar. Balonlarga kelsak, balonlarimiz, 4 ta balonimiz yaxshi holatda. Avtomobilimiz salon linoni yo'q, kovrilarga tashab qo'yilgan, chexol qilinmagan. 21 ming probegda, rullarimiz multi rul. Bagajdagi bagaj ochilmaydi, pulti ochiladi. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, mashinaga gaz qo'yilmagan. Zapaska balonlar akalar umuman tushmagan ekan, damkirak kuch xullas bozorlarini ham ko'ryapsizlar. Zapaska balonlari tushmagan xullas akalar. Cobaltda cho'tkisini minaman degan akalarimizga. Mana anasini o'qib shekli. Bosilib qolganmi deydi. Motor hadoylari zo'r, xudo xolasa 21 ming yurgan mashina ekan. Hadoyda ham ishi yo'qmi? Hadoyda ham akalar ishi yo'q ekan. Qayerda mashinasi ekan? Kraskasi? Kraskasi toza, kraskalari akalar toza ekan. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 12 ming kami bor. 12 ming kami bor. Savdosi bo'ldimi, bozor so'radimi? Qancha qilishdi? Qilishyaptidan gaplashayapti. Variant barter bank? Faqat naqdga. Mashina o'zingizlardan dehqonchilik-a? Tirikchilikda. Telefon nomeringiz? 99lik 99lik 490 490 5700 5700 raqamlarga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Cobalt akalar, mashinamiz 2014-yil 524 ming yurgan ekan. Ikkinchi pozitsiya mexanika. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, utilitlar, gazlari, ABS, konditsioner akalar bor ekan. Gazimiz propanmi aka? Propan, 4-chi paklayni akalar. Propanda ekan. Balonlarga kelsak, balonlarimiz 4 ta yangi balongacha akalar taqilgan. Saloni linonin, ko'rik, chexol, salon holatlari. Mana mashinamiz akalar, salon oyoqdagi освещение, xullas podsvetkalarni shunaqalar qilib qo'yilgan ekan. Orqa oynalar, tandirovka bu bor ekan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan ko'rinishi ko'ryapsizlar akalar. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Boshda aytib o'tdik, mashinamiz akalar propanda. Xullas bu yog'ini damgraflar turibdi. Endi iloji boricha qo'ldan kelgancha ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Bilasizlar, Cobaltlar jicha qiyinroq bozorlari, xullas tabletka propan ekan. Bagajimiz akalar chok holatlari. Mashinani orqadan bir qator videosi. Aka, motor hadoyi yaxshimi? Motor hadoylari zo'r. Rasxod yo'q-a? Rasxod yo'q. Motorda rasxod yo'q, hadoyda ishi yo'q ekan akalar. Qayerda mashinasi? Bu Zelenomostki. Zelenomostki mashinasi. Nima kraska kaltelari-chi aka? Kraska tomdan past kraska. Tomdan past? Chaqa chuqqa tepilgan. Ular kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q, old orqalar pechat, tomdan pastda bir qator akalar asfalt bo'lgan ekan. Buni narxini qancha deyapsiz aka? Aka 6 ming beramiz. 6 ming kami bor-a? Savdosi bo'ldimi? Bozor so'radimi? Savdo qilishdi. Qancha qilishdi? 54 berishdi. 5400 ga berilmadi.
Bermaganingizga berasizmi yo qo'shsami? Qo'shsa beriladi. Ustiga akalar yursanglar barakasi bo'lib ketar ekan. Variant Barter Bank Hamma yo'q bo'ladi. chiqaveradi. Yillarni beriladi, bank o'zaro kelishishgan bo'ladi. Xullas akalar gen ham qilib olsanglar bo'laverar ekan, bank ham qilib olsanglar bo'laveradi. Barter devon boshlariga variantga kami aka qancha pullar o'zi telefon qilasan qo'llarida. 2000-3000 pul bo'lsa, Eng kami 2000 ni, eng kamida 2000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar akalar variantga ham chiqaveradi. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 757 757 51 59. 51 59 raqamlariga 51 59 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Xullas mashinamizni holatini ko'rib turibsizlar akalar tondan pasport foto asyust bo'lgan ekan. 5500 shunaqa berilmadi deyishyapti. Telefon qilib ular gaplashib bosavergan